Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlar yaxshimi? Shu anchadan beri video chiqarilmayotgandim. Ishlar ko'payib ketdi yaqinda. Tonslef bo'ldi, shunga bir-ikki kun saytlarga kirmay turardim, mana endi kirdim. Bugun sizlarga ajoyib strategiya tayyorlab qo'ydim. Hozir men 0.1 dogidan 0.1.5 dogidan boshlagandim. Hozir sal ko'proq tikkanim uchun ko'proq foyda kelyapti. Salkam 2x foyda kelyapti mana. Salkam 0.1 dogi foyda kelibdi kam balansga ham. Masalan 1-2 dogi balans borlar shunchadan tiksa yaxshi foyda keladi. Hozir slef ketishi ham mumkin, sababi kam balansga ko'p tikib qo'yibman. Mana foydanidan bilishingiz mumkin. 0.1 dogi salkam 2x foyda kelyapti-da mana. Foydani ko'ryapsizlarmi? Slevga ketaman. Ko'p tikkanman, slev ketishi mumkin. Qancha yursa ko'ramiz endi. Videoni ko'ramiz. Slevga ketguncha o'ynayman, ko'p tikkanman. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim, sal ko'proq balansdan shuncha tiksalaringiz zo'r foyda keladi deb. Strategiyam video oxirida ochiqcha ko'rsataman. Hali yangilar bo'lsa obuna bosib qo'ysin. Hali ko'p videolar qilamiz. Telegram kanaliga o'tib qo'ysangiz, Telegramda yangiliklar berib boraman. Telegram kanalimiz kommentariyada. Bu Dogi sayti. Bu strategiyani xohlagan saytga qo'llashingiz mumkin. Strategiyani hozir ochiqcha ko'rsataman mana. Sleviga tortdi. Sababi kam balansga ko'p tikkandim. Mana 4 ta minus beribdi. Shunga chidab bermadi. Ko'p tikkanman-da. Tak. Yana ko'proqdan boshlab qo'yamiz endi. Slev bo'lsa ham oxirigacha o'ynayman. Shuning uchun ko'proq balansga kam tiksangiz yaxshi. Men hozir video cho'zilmasligi uchun ko'proq tikyapman. Strategiyani yaxshilab ko'rsatyapman mana. Tez balans ishlayapti-dan slevga ketyapti. Tak, hozir strategiyani ko'rsataman. Tugataylik. Tak, shu yerda strategiyani ko'rsataman hozir. Boyna men hozir qanchadan tikkandim? Buni minimalka bo'lsa men 160 dan tikkandim-da, shuning uchun 0.1.5 dogidan boshlagandim o'zi. Shuning uchun slef beraverdi. 1-2 dogi bor bo'lsa, shu boshlaganimdan boshlashingiz mumkin. Mana shundan 1-2 dogi borlar shu balansdan boshlasin, keyin 10-20 dogisi borlar shunchalardan boshlasa bo'ladi. Hamma kutganlar mana strategiyani ochiqlab ko'rsataman. Tak 1.33 koeffitsiyentda turadi. Ichki nastroykasini ko'rsataman. Mana birinchi nastroyka, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va 5-chi. Xuddi shunday qilasizlar tagin. Keyin aytganimdek tikasizlar. Masalan 1-2 dogisi borlar shunchadan tiksin. 10-20 dogisi borlar 5000, mana 500 000, 400 000, 300 000lardan tiksa yaxshi bo'ladi. Sizlarga tortmaydi. Hozir men video cho'zilmasligi uchun ko'proq tikkandim. Strategiya 1.33 koeffitsiyentda turadi. Bir xil qilib nastroyka qilsalaringiz bo'ladi. Yangilar bo'lsa obuna bo'lib Telegramga o'tib qo'yamiz. Sayt linki kommentariyada, Telegram kommentariyada. Kimlarda savol bo'lsa bemalol yozishlaringiz mumkin. Kommentariyada hechkim bor.